Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan MetaTrader 4 va 5 platformalariga robotlarni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib Algo Trading bo'limiga o'tib olamiz. Brotek saytiga kirib, Brotek.uz deb yozsalaringiz chiqadi va Algo Trading bo'limiga o'tamiz. Algo Trading bo'limiga o'tganimizdan keyin bu yoqda indikator, savdo robotlari, indikatorlar bor. Bizga robot kerak. Robotga kiramiz, robot bo'limiga. Bu yoqda mana MetaTrader 4 uchun va 5 uchun robotlar bor. MetaTrader 4 uchun masalan mana shu robotni o'rnatmoqchi biz. Kiramiz ichiga kirganimizdan keyin litsenziya kalitini olish va yuklab olish. Bosamiz shu knopkani. Bizga o'sha qaysi akkauntimizga litsenziya kaliti kerak va robot qaysi akkauntimiz uchun ishlashi kerak. Shuni tanlab olamiz. Undan keyin mana bizga faylni yuklab olish uchun va litsenziya kaliti beriladi. Faylni yuklab olamiz. Fayl yuklandi. Endi buni kopiya qilib olamiz. Kopiya qilganimizdan keyin MetaTrader 4 platformamizga kirib olamiz va bu yoqdan Открыть katalog данных fayl bo'limiga o'tib Открыть katalog данных qilamiz. MQL4 va Experts papkasiga kiramiz. Shu yoqda robotimizni tashlaymiz. Bo'ldi. Robotimiz tushdi. Tushgandan keyin mana bu yoqda e'tibor bersalaringiz navigator bo'limi bor. Bu yoqda Советник degan bo'lim bor. Mana buni yonida plus degan anaqa belgichasi bor. Shuni bossalaringiz mana ichkarisi ochiladi. Shu yoqga mishkani o'ng tomonni bosadigan bo'lsak, Обновить knopkasi chiqadi. Bitta Обновить qilib olamiz. Обновить qilgandan keyin tashlagan o'sha robotimiz mana ko'rindi. Endi buni tashlashdan oldin servis bo'limiga o'tamiz. Настройка bo'limi bor. Настройкаga o'tib Советники degan qismi bor. Shunga bosamiz va bu yoqdan mana shularni hammasiga razрешить berib chiqishimiz kerak. Hammasiga razрешить berilgan bo'lishi kerak. Va razрешить berib, OK bosib chiqib ketamiz. Mana bundan tashqari xuddi mana shunaqa shaklda bo'lishi kerak xullas. Va OK tugmasini bosamiz, bo'ldi. Ana undan keyin avto targovlar yoniq bo'lishi kerak va robotni biz o'zimizga kerakli bo'lgan valyutani tanlab olgan holatda, masalan €100 bo'lsa, €100 valyutasiga tashlaymiz. Yoki robot ustiga ikkita bossalaringiz ham o'rnatsa bo'ladi. Undan keyin vходящий parametrga o'tamiz. Vходящий parametrda robotni o'zimizga mos tartibda sozlab olsak bo'ladi va litsenziya kalitini kiritish qismimiz ham bor. Litsenziya kalitini olish uchun qaytib Brotek saytiga o'tamiz va bu yoqda mana litsenziya kalitini berilgan bizga. Kalitni nusxalashni bosib, qaytib MetaTraderga kiramiz va litsenziya kalitini shu joyga mana o'rnatamiz. Bo'ldi. Va mana bu parametrlarni o'zimizga mos qilib to'g'rilab olganimizdan keyin OK tugmasini bosadigan bo'lsak, mana robot muvaffaqiyatli ishga tushdi. Ana endi robotimiz mana ishga tushdi. Smaylikchaga e'tibor bersalaringiz kulib turibdi. Avto targovlar ham yoniq. Agar mana o'chiradigan bo'lsak, mana smaylikcha xafa bo'ladi va robot уже o'chgan. Qaytib yoqib qo'ysak, bo'ldi mana. Yongan belgisi mana shu. Ishlab turibdi. Bu polavtomat hozir biz robotni o'rnatdik. Qachonki сделка ochib beradigan bo'lsak, avtomatik robot ishga tushib ketadi va take profit stop losslarimizni qo'yib beradi. Xo'p, bu MetaTrader 4 uchun o'rnatish tartibi. Endi MetaTrader 5 uchun o'rnatish tartibini ko'rib chiqamiz. Bu robot o'rnatish любой xil robotlarni olib, bemalol hammasini xuddi shunaqa tartibda o'rnatasiz. Aynan bizani saytdagidan olishingiz yoki aynan boshqa joydan xullas robot ko'rsangiz ham bemalol xuddi mana shu tartib bilan o'rnatasiz. Hammasi bir xil bo'ladi. Ana endi MetaTrader 5 uchun o'rnatib ko'ramiz. Algo Trading bo'limiga o'tamiz, qaytib robotlar bo'limiga kiramiz va MetaTrader 5 bo'limini tanlaymizda, mana MetaTrader 5 roboti turibdi. Bunda ham albatta litsenziya kalitini olishimiz kerak. Tasdiqlaymiz. Mana litsenziya fayl yuklab olish va litsenziya kaliti chiqdi. Faylni yuklab olamiz. Faylni yuklab oldik va buni kopiya qilib olamiz va MetaTrader 5 ga kiramiz. MetaTrader 5 ga kirib, Открыть katalog данных mana fayl bo'limidan Открыть katalog данных bosib MQL5 Experts kiramiz va robotimizni shu yerga mana o'rnatamiz. Bo'ldi. O'rnatdik, tushdi. Endi bunda ham endi menda hozir boshqa robotlarim ham juda ko'p bu yoqda. Shu uchun sizlarda bunaqa ko'rinish bo'lmasligi mumkin. Indikator va Советник bo'limi bo'ladi sizlarda. Mana shuni Советник bo'limini bitta ochib olib, Обновить bersalaringiz, mana
обновить bersak bizani o'rnatgan mana indikatorimiz chiqadi, robotimiz chiqadi. Va robotni mana bemalol mana bunaqa qilib tashab, xuddi MT4dagiday bir xil hammasi litsenziya kalitini olamiz. Mana litsenziya kalitini oldik. MetaTrader 5 ga kirib litsenziya kalitini tashlaymiz. Bo'ldi. Va o'zimizga kerakli sozlamalarni kiritib olamiz. Undan keyin OK tugmasini bosamiz va indikatorimiz, robotimiz ishga tushadi. Xuddi shunaqa tartibda bo'ladi hammasi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana qanaqadir savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol adminga murojaat qilib yoki telefon raqamlarimizga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.